Bo'ldi. Gulli o'simliklarda qush o'g'irlanish mavzusini yana qisqacha takrorlay olamiz. E'tibor berasiz. Demak, buni nima deb umumiy? Changdon, shundaymi? Changdon. Changdon devorda hujayralar qanday bo'lishidan mikrosporosit hosil bo'ladi? Mitoz. Mitoz bo'linganda bitta hujayradan nechta hujayra hosil bo'ladi? Ikkita hosil bo'ladi, to'g'ri? Biz bittasi tajriba o'tkazdik, ikkinchisi ham shunday deymiz. Mikrosporosit qanday bo'ladi endi? Miyoz bo'linganda nechta hujayra? To'rtta hujayra. Har biri nima deb nomlanadi? Mikrospora. Mikrospora M2. Mikrospora. Bitta mikrosporadan nechta chang hosil bo'ladi? To'rttadan. Har bitta changdonda, o'sha changda nechtadan gidrotik hujayra bo'ladi? Har birida ikkitadan bo'ladi deymiz. Shunday. Har bitta demak changda nechtadan spermiy bo'ladi? Ikkitadan. Bitta mikrosporasitdan nechta spermiy? 8ta. Bitta mikrosporadan nechta spermiy? Ikkita hosil bo'ldi. Changdonda yetilgan changni urug'chining tumshuq shishasiga tushishi nima deyiladi? Chang. Yo'lda qaysi biri hosil qiladi? Bitta. Bitta changda yana qaytaramiz. Necha spermiy bo'ladi? Ikkita spermiy bo'ladi. Juda yaxshi. Endi urug'chilik tomonidan hosil qilamiz. Urug' o'rtak devorda bitta hujayra ajralib nima hosil qildi? Megasporatsit. Megasporatsit qanday usulda bo'linadi? Miyoz bo'linganda nechta hujayra? To'rtta hujayra. Nechtasi yirik? Nechtasi mayda? Yirik hujayra nomi? Megaspora. Maydasi nomi? 16-daraja. Nechta 16-daraja? Megaspora M2 endi. Megaspora M2. Megaspora necha marta mitoz bo'ladi? Necha marta? 3 marta mitoz bo'ladi. 3 marta mitoz bo'lib nechta hujayra? 8ta hujayrani hosil qiladi deymiz. Endi nechtasi tepada? 3tasi. Tepadagi mikropelletishchi tomondagi o'rtadagi nima deylar ekan? Hujayra. O'rtada ikkita qo'shilgan. Urug'lanmasdan oldin markaziy deyiladi. Mana spermga qo'shilgandan keyin endosperm, ichil. Urug'lanmasdan oldin markaziy hujayra ichil bo'ladi. Tuxum hujayra ichil. Endos spermga qo'shilsa ichil bo'ladi. Endosperm nima bo'ldi? Ichil bo'ldi. Umumiy nima deyilar ekan bu? Urug' kurtak deyiladi. İçki boşluğu Murtak halkası deyiladi. Kim misolda o'rgandik? Ochada 2 yil ichiga yetib bo'ladi. Tushungandaymi? Bo'ldi. Endi so'z bilan yozasizlar. So'z bilan yozasizlar. Kelishdiki? So'z bilan yozasizlar o'rtoqlar. Buni aytib turamiz sizga nima yozish kerakligini hozir.